Alisher aka, mana sizni Shoh aka tanishganimga xursandman Alisher aka. Qancha yurdi Alisher aka xudo xolasa? 68.950 bo'libdi. Zo'r. Nima ishlar qildingiz? Biz bu bilan toqqa borib kelamiz. Ha. Oila yurasa ko'proq. Zakasga ham chiqasizmi? Chiqamiz. Nima? Biza. Metanmi, propanmi bu harakatingiz? Necha yil yurasiz metanda? Necha kilometr yuradi bitta zapravkangiz bilan? 90 ta. 200 dan ziyodroq yuradi. Klapan torttirganingiz yo'q. Hech qanday. Lekin qarang aka, 60 ming yuribsiz, o'zi 68 ming. Bitta klapan torttiring. 80 minggacha bitta klapan torttirib olsa yaxshi bo'ladi. Asosiy qiladigan расходingiz mashinaga nima расходlar qilyapsiz? Moy, kalotka. Kalotka almashtirgansiz u. 68 mingda zo'r yurib beribdi. Kantorimiz ko'rsatsa ekanda. Restor qo'shtirgansiz, qo'shtirmagansiz? Qo'shtirganmisiz? Nimanikini qo'ydirgansiz? Siz ham olganmi? Yo'q. Gazelmi? Gazel. Gazelligini qo'ydirgansiz. Uaznikini qo'yishyapti, keyin shu Volganikini qo'yishyapti. Mashina yurishlari qadvoy sistemalar yaxshimi? Yoqdimi? Kamchilik bo'lsa aytib qo'ying. Kamchiligi yo'q. Kondisioner qo'shasizmi yozda? Ha. Yo'q, mashinami? Ha. Nimalar borasiz? Daniylarga kiyimlar ketadi, kiyimlar. Vodkaga chiqqanda. Mayli, sog' Gap olmoqchi bo'lgan odamlar bemalol aytaverasiz. Alisher aka, vaqtingiz rozi bo'ling, yaz kuni ko'rishaylik. Sog' bo'ling, aka, sog' bo'lingizlar. Charchamang. Hop. Hayzo bilan mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa mijozimiz fikri. Albatta, Jakim to'la kerak bo'ladigan spasini bilan telefon qilib, menejerlar to'liq ma'lumotlar berishadi. Like bosib, kommentarda o'z fikringizni qoldiringlar. Mijozlarning real fikrlarini olib yuribmiz. Hozirgi paytda agar Jakim uchun olmoqchi bo'lsangiz, 5%, ya'ni 10 million 700 ming so'mlik skidkamiz ketyapti. Tezda ulgurib qolishni maslahat bergan bo'lamiz.